Erkaklik quvvatini ko'tarib, real birachkani razmeriga ta'sir qiladigan mashqlar bormi deb direktdan portlatib yubordilar. Hozir mana yangi trend chiqqandan keyin yana ham portlab ketdi. O'shaning uchun video qilaman. Da bor. Lekin bu mashqlardan oldin sizlar muhim narsalarni bilib olishingiz kerak. Masalan, mana gavda, yelkani bilyapsizlar. Bular mышцаdan tashkil topgan. Men sizlarga o'rgatganman, mышцani nima boqadi? Belok boqadi, ya'ni oqsil. O'shaning uchun oqsilni yeymiz, trenirovkani qilamiz va yetarlicha yana dasht aminokislotalar bor, lekin eng muhim oqsil. Endi siz hayotingizda oqsilni kam yesangiz, конечно, bu ham so'ligan bo'ladi, bu ham so'ligan bo'ladi, qo'l ham kalbasiga o'xshab qoladi, pastligini gapirmasa ham bo'laveradi. O'shaning uchun sizlarga oqsilni ko'proq yeyishingiz kerak va shu zonadagi svязка muskullarni ko'proq trenirovka qilish kerak bo'ladi. Конечно, dumbani ham. Sizga ham dumbasi sochli qizlar yoqadi-yu, qizlarga ham xuddi shunaqa esingizda bo'lsin, bu kulgili emas. Hozir sizlarga o'sha qiladigan mashqlarni shu yerda ko'rsatib beraman. Sizlar bo'lsa kommentariya chempion so'zini yozib qoldirsanglar jo'nataman, chunki bu video juda ham uzoq bo'lib ketdi. O'shaning uchun yana ko'proq shunaqa foydali kontentni ko'rmoqchi bo'lsanglar, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Keyingi video tabiiy yo'l bilan testosteroninglarni ko'tarish haqida bo'ladi. Agar siz yosh yigit bo'lsangiz, конечно, oson ko'tarsa bo'ladi. Yoshingiz kattayib qolgan bo'lsa ham qo'rqmang. Bilimlarni olsangiz bo'ldi. Hayotingiz davomida qiynalmasdan ko'taraverasiz. Hech qanaqa ximiya, dori ukol qilmasdan. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, portlatib tashlab, maza qilib ko'rsanglar bo'laveradi. Ko'rishguncha. Keyingi video testosteron haqida.